Hürmetli vatandaşlarım, leksiyelerimizi devamlaştırıyoruz. Endeki leksiyemizin mavzusumuz. Amerika Qo'shma Shtatlari Chaushanga urush ochadigan vaqtni tanlab oldi. Prezident Trump bilan Shinzo Abe suhbatining mazmuni oshkorlandi. Mavzuli xabar 9-oyning 4-kuni Dovitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Yaponiya matbuoti vaziri Shinzo Abening jiddiy telefon suhbati orqali Prezident Trump bilan so'zlashganligining mazmunini oshkorladi. Buning ichida Amerika Qo'shma Shtatlarining Chaushanga urush bilan zarb berishining eng oxirgi cheki tilga olindi. Universal matbuoti 9-oyning 4-kuni munda xabar qilishdi. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mudofaa ministri James Mattis munda ko'rsatdi. Chaushanning Amerika va Amerikaning ittifoqdoshlariga har qanday tahdid selishi nihoyat zo'r ko'lamli harbiy harakat bilan javob qaytarishga elib keldi. Boshda so'zildi-ku, Yaponiya matbuoti naql qilyapti. U yana mundaq ko'rsatdi. Agar Amerika Chaushanni butunlay yo'qotmoqchi bo'lsa, bunda qilishga tegishli nurg'un loyihalar bor. Bundan burun James Mattis va yuqori darajalik maslahatchilar Prezident Trump bilan ko'rishib, Chaushanning vodorod qurol sinaq qilganligi to'g'risida muhokama qilishdi. Muxbirlarni kutib olish yig'inida davlat mudofaa ministri James Mattis mundaq ko'rsatdi. Amerikaga Guam orlig'i va Amerikaning ittifoqdoshlariga keladigan har qanday tahdid zo'r ko'lamli harbiy harakatni keltirib chiqardi. Balki unumli va besib tushish xarakterlik inkas qaytariladi. Biz mana ikkinchi xabarning ichida naql qilingan yana qayta so'zlayapmiz. Kechiring, vatandoshim. Yaponiya hozirgi zamon savdosi Journal 4-kuni maqola e'lon qilib bunday ko'rsatdi. Chaushan 3-kuni yadro quroli sinaq qildi. Yaponiyaning vaziri Shinzo Abe jiddiy holda Amerika Qo'shma Shtatlarining Prezident Trump bilan telefonda so'zlashdi. Lekin 30 minutlik telefon suhbatida Prezident Trumpning vazir Shinzo Abe'ga deganlari Chaushanga hozir hujum qilish plani emas. Balki buning o'xshamaydigan bir siyosatni o'ttirib qo'ydi. Diqqat vatandosh. Prezident Trump telefonda mundaq ko'rsatdi. Kim Jong-un qit'alararo uchadigan raketa qo'yib berib, Amerikani Rojdestvo bayramida parakanda qilaman yoki o'tkazilmaydigan qilaman dedi. Shundaq deb turdi. Prezident Trump telefonda mundaq ko'rsatdi. Men Kim Jong-un bilan suhbat o'tkazishni tanlab oldim. Davlat mudofaa ministri Mattis ko'p sabablarni ko'rsatdi. Hozir urushga tayyorlik qilib bo'lolmadik deb qaradi. Shunga men uning taklifiga quloq solishni ma'qul ko'rdim deydi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump Shinzo Abe bilan telefonda ko'rishgan. Prezident Trump yana mundaq ko'rsatdi. Chaushanning rahbari Kim Jong-un qit'alararo uchadigan raketa qo'yib berib, Amerikani Rojdestvo bayramini o'tkazilmaydigan bir holga keltirib qo'yaman debdi. Amaliyotda rostda Chaushan bu yil Rojdestvo bayramida yadro o'q-beshi elib yuralaydigan raketa qo'yib berishga tayyorlik qilyapti. Shuning uchun shu vaqtni suhbat o'tkazishning vaqt cheklamasi qilib, Chaushanning rahbari Kim Jong-un bilan suhbat o'tkazamiz deb ko'rsatdi Prezident Trump Yaponiyaning vaziri Shinzo Abe'ga. Diqqat qildingizmi vatandoshim? Chaushan bilan bo'lgan suhbatda Chaushan yadro qurollari va qit'alararo uchadigan raketaning har qanday bir turidan voz kechish kerak. Biz Rojdestvo bayrami, Christmas bayramining arpasida biz suhbat o'tkazamiz. Chaushan yadro va vodorod bombasi qatorli har qanday bir turdan voz kechish kerak. Agar Chaushan qo'shilmaydigan bo'lsa suhbat jarayonida Amerika sabr taqat qila olmaydi. Ikkilanmayla Chaushanga zarba berdi.
Agar Kim Jong-un yuqorqi turlarning bir turidan voz kechadigan bo'lsa, Amerika Çavuşen bilan tinchlik kelishim imzolaydi. Qaysida voz kechishing mumkin Çavuşen? Shu vaqtda sen bilan Amerika tinchlik kelishimi imzolaydi dedi. Prezident Trump telefonda so'zlashganda Yaponiyaning vaziri Shinzo Abe.